2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraligacha mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan qulaylik va ochiqlikni ta'minlash maqsadida maxsus census.stat.uz manzilida onlayn platforma ishlab chiqilgan bo'lib, bu yerda fuqarolar mustaqil ravishda, ya'ni masofaviy shaklda ro'yxatga oluvchining tashrifini kutmagan holda ro'yxatga olishda qatnashishlari mumkin. Platformaga kirish uchun siz OneID tizimidan foydalanasiz. So'ngra foydalanuvchi shartnomasini qabul qilganingizni tasdiqlang va so'rovnoma sahifasiga o'ting. Keyingi sahifada siz o'zingizga mos toifadagi turkumni tanlaysiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, barcha shaxsiy ma'lumotlar umumlashtirilgan holda ishlatiladi hamda maxfiyligi saqlanadi. Eslatma: agar qishloq xo'jaligi faoliyati yuridik shaxs tomonidan yuritilayotgan bo'lsa, u holda yuridik shaxsning vakili tomonidan 6-shakl yuridik shaxslar uchun qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish savolnomasi E-Stat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali internetda belgilangan tartibda to'ldiriladi. Ro'yxatga olish shaklini odatda oilaning boshlig'i yoki vakolatli shaxs to'ldiradi. Har doim birinchi shakldan boshlang. Aynan birinchi shaklda uy xo'jaligi a'zolarining qarindoshlik munosabatlarini to'g'ri belgilash keyingi barcha shakllarda oilaviy tartibni aniqlash uchun ishlatiladi. Keling, birinchi shaklni to'ldirishdan boshlaymiz. Yashash joyining tavsifi va uy xo'jaligi a'zolari ro'yxati. O'zingiz yashayotgan manzilni tanlang. Viloyat, tuman, mahalla va ko'changiz nomini yozing. Keyin yashash turini tanlang. Agar siz hozirda kvartirada, yotoqxonada yoki mehmonxonada yashayotgan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha ustunlar chiqadi. U yerga uy raqami va korpus agar mavjud bo'lsa kiritiladi. Yashash turiga qarab kerakli parametrlardan foydalanish imkoniyati o'zgaradi. Agar siz xususiy uyda yashayotgan bo'lsangiz, faqat uy raqamini yozing. So'ngra birinchi bo'lim. Yashash joyida nechta uy xo'jaligi va oila yashayotganini belgilang. Keling, bitta yashash joyi, bitta uy xo'jaligi va ikkita oila misolida ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng ekranda uy xo'jaligi birinchi sahifasi ochiladi. Yashash joyining tavsifini kiriting. Mulkchilik shakli, xonalar soni va umumiy maydonni kiriting. So'ngra quyidagi savolga javob bering. Ushbu uy xo'jaligida 2026-yilning 15-yanvar holatiga vaqtincha yashagan yoki bo'lgan xorij fuqarolari mavjudmi? So'ngra har bir uy xo'jaligi a'zolarining ma'lumotlarini alohida kiriting. Qulaylik yaratish maqsadida integratsiya orqali yaqin qarindoshlardan iborat dastlabki ro'yxat, ya'ni OneID raqami orqali tizimga kirgan respondentning yaqin qarindoshlari oila tarkibi ro'yxati avtomatik ravishda shakllantiriladi. Bunda siz mazkur turar joyda yashaydigan uy xo'jaligi a'zolaringizni ro'yxatda qoldirasiz, boshqa joyda yashaydigan yaqin qarindoshlaringizni o'chirib tashlaysiz hamda ushbu ro'yxatga kiritilmagan lekin mazkur turar joyda doimiy yashaydigan boshqa shaxslarni qo'shimcha ravishda kiritasiz. Ya'ni ularning qarindoshlik darajasi, oilaviy holati va haqiqatda yashayotganligini ko'rsatuvchi ustunlardan mos javoblarni tanlang. Muhim eslatma: har bir oila a'zosi uchun ro'yxatga olish sanasida qayerda yashayotgani ko'rsatiladi. Ushbu aholi punktida, O'zbekistonning boshqa hududida yoki xorijda. Agar oila a'zosidan biri doimiy ravishda ushbu uyda yashaydi, lekin hozir ish, o'qish, davolanish yoki boshqa sabab bilan bu yerda bo'lmasa, u ham albatta ro'yxatga kiritilishi kerak. Bunday hollarda vaqtinchalik yashamaslik sababi va necha oydan beri bu joyda yashamayotgani ko'rsatiladi. Masalan, agar oila a'zolaridan biri Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatda vaqtincha ishlab yoki o'qib yurgan bo'lsa, u boshqa mamlakatda deb belgilanadi. Shu tarzda vaqtincha xorijda yoki boshqa hududda bo'lgan barcha oila a'zolari ro'yxatdan qolib ketmasdan to'liq hisobga olinadi. Ikkinchi bo'limda uyning umumiy maydonini, kadastr hujjatlariga asosan qurilgan yilini va asosiy tashqi devorlarda ishlatilgan materiallarni kiriting. Keyingi savollar muhandislik kommunikatsiyalari haqida. Suv, gaz va elektr ta'minoti, issiq suv, isitish tizimi va internetga ulanish darajasi. Sanitariya gigiyena qulayliklari bo'limida hojatxonaning holati va mavjudligi haqida sizning sharoitingizga mos variantlarni tanlang.
Shuningdek, ushbu uy xo'jaligida qishloq xo'jaligi yerlari, tomorqa, chorva mollari yoki parrandalar mavjud bo'lsa, ha javobini belgilang va uy xo'jaligi a'zolari ro'yxatidan tomorqa yoki dehqon xo'jaligining asosiy boshqaruvchisini tanlang. Ushbu tanlangan shaxs kundalik xo'jalik ishlarini bevosita boshqaradi va xo'jalikda olib boriladigan ishlarda ishtirok etadi. Aholini ro'yxatga olish savolnomalari to'ldirilgandan so'ng 5-shakl to'ldiriladi. Agar boshqaruvchi soni 2 ta belgilansa, 2 ta 5-shakl to'ldiriladi. Shundan so'ng 2-shaklni to'ldirishga o'ting. 2-shakl bu individual savollarni o'z ishiga oladi. Bu yerda uy xo'jaligining har bir a'zosi bo'yicha avvalgi kiritilgan ma'lumotlarga asoslangan, biroq chuqurroq savollarga javob beriladi. Avval ekranda har bir oila a'zosining birga yashovchi otasi yoki onasi hamda mavjud bo'lsa turmush o'rtog'i belgilanadi. So'ngra tug'ilgan joyi haqida ma'lumot kiritilishi kerak. Agar siz O'zbekiston hududida tug'ilmagan bo'lsangiz, bir marta bosish orqali mamlakatlar ro'yxatini ochib, kerakli mamlakatni tanlang. Agar siz oldin boshqa hududda yashagan bo'lsangiz, avvalgi manzilni kiriting. 1 yildan ortiq boshqa mamlakatda yashagan bo'lsangiz, yashagan mamlakatingizni tanlang. So'ngra fuqarolik, millat va til bilish darajasi haqidagi savollarga javob bering. Keyingi qadam ta'lim darajasi, kasb, daromad manbai haqida. Variantlar har xil bo'lishi mumkin. Sizga qulay bo'lishi uchun ularning barchasi alohida ajratilgan. Har bir respondent bo'yicha ma'lumotlar platformadagi tartib asosida alohida to'ldiriladi. Yana bir muhim jihat, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'yicha savollar qisqartirilgan holda taqdim etiladi. Uchinchi shakl respublikamiz hududida vaqtinchalik bo'lib turgan chet el fuqarolarini ro'yxatga olish uchun mo'ljallangan. Unda fuqaroligi doimiy yashaydigan davlati hamda O'zbekistonga kelishdan maqsadi ko'rsatiladi. 5-shakl qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish shakli bo'lib, u 7 bo'limdan tashkil topgan. Birinchi bo'limda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishning maqsadi ko'rsatiladi. Ikkinchi bo'limda qishloq xo'jaligi faoliyati bilan band bo'lganlar va ularning bir kunda ishlangan o'rtacha ish soati hamda 2025-yil davomida ishlangan oylar soni butun raqamlarda ko'rsatiladi. A savolga javob berishda yashab turgan joyingizdagi tomorqa yerini ham qo'shgan holda 2025-yilda foydalanishingizda jami nechta ekin ekilgan yoki ekin ekilmagan hamda bog'dorchilik yer maydonlarining soni ko'rsatiladi. Muhim eslatma, qayerda joylashganidan qat'iy nazar xo'jalikka tegishli bo'lgan yer maydonlari soni kiritiladi. Shundan so'ng har bir yer maydoni bo'yicha ma'lumotlar alohida to'ldiriladi. 3-bo'limda ushbu yer maydonining joylashgan joyi ko'rsatiladi. Keyingi savollarda uning egalik huquqi va foydalanish turlari bo'yicha ma'lumotlar kiritiladi. Keltirilgan ro'yxat bo'yicha yerga bo'lgan egalik huquqini belgilang hamda ularning yer maydonini sotixda ko'rsating. Umrbod egalik qilish huquqi, meros qilib qoldirilishi mumkin bo'lgan turar joy va tomorqa yerlar kiradi. Qishloq xo'jaligi maqsadlarida ijaraga olingan, ikkilamchi ijaraga, sub-ijaraga olingan va ijaraga berilgan yerlar, shuningdek boshqa yerlar. Bu esa o'z navbatida xo'jalikka tegishli bo'lmagan xo'jalik tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun foydalanilayotgan mahalla hududidagi yerlar. Shundan so'ng xo'jalik yerlari foydalanish turlari bo'yicha taqsimlanadi. Bunda umumiy yer maydoniga ijaraga berilgan yerlar kiritilmaydi. Umumiy yer maydoni qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanilgan yerlar. O'rmon va boshqa o'rmon bilan qoplangan yerlar, baliq boqish, akvakultura uchun foydalanilgan yerlar, yuqoridagi turlarga kiritilmagan boshqa yer maydonlaridan iborat.
Eslatma: agar turar joy, hovli, tomorqa yeriga ega va uy xo'jaligi ushbu tomorqada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirayotgan bo'lsa, uy xo'jaligi istiqomat qilayotgan turar joyning qurilish osti maydoni va atrofidagi hovli yeri, yo'laklar, qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanilayotgan bino va inshootlarni, molxona, somonxona, traktorlar uchun garaj, parranda kataklarini qo'shgan holda xo'jalik maqsadlarida foydalanilgan yerlar satrida ko'rsatish lozim. Yuqoridagi turlarga kiritilmagan boshqa yer maydonlari xo'jalik ichidagi yo'llar va so'qmoqlar, baliqchilikda foydalanilmaydigan kanallar, zovurlar, ko'llar va boshqa suv havzalari, qirg'oq bo'yi hududlar, maysazorlar va boshqalar yuqoridagi turlarga kiritilmagan boshqa yer maydonlari satrida ko'rsatilishi lozim. 4-bo'limda sug'orish tizimi haqida ma'lumotlar kiritiladi. Agar yer maydoni 2025-yil davomida kamida bir marta sug'orilgan bo'lsa, u amalda sug'orilgan yer hisoblanadi va ha javobi belgilanadi. So'ng foydalanilgan suv manbalari va sug'orish usullari ko'rsatiladi. 5-bo'lim 4 savoldan iborat bo'lib, birinchi savolda xo'jalikda yetishtirilgan 1 yillik ekinlar umumiy ekin maydon guruhlari bo'yicha ko'rsatiladi. Ekin turlari esa belgilanadi. Agar xo'jalikda 1 yillik ekinlar issiqxonada ham yetishtirilayotgan bo'lsa, unda ularning maydoni yopiq yerlar ustunida alohida ko'rsatiladi. Eslatma: qo'ziqorinlar qaysi usulda va qaysi joyda, ochiq yerda, stilajda, yopiq binoda, yerto'lada yoki boshqa sharoitda yetishtirilganidan qat'iy nazar, ular yetishtirilgan barcha maydonlar hisobga olinishi va o'lchov birligi kvadrat metrda ko'rsatilishi lozim. Ikkinchi savolda ko'p yillik mevali, manzarali va boshqa turdagi daraxtlar, rezavor mevalar, toklar maydoni ko'rsatiladi va alohida turgan daraxtlar soni 2026-yil 15-yanvar holatiga hisobga olinadi. Uchinchi savolda agar xo'jalik tomonidan ko'chatlar yetishtirilgan bo'lsa, unda keltirilgan ko'chatlarning tegishli turlarini belgilang. 4-savolda agar xo'jalikda 2025-yil davomida mineral yoki organik o'g'itlar ishlatilgan yoki o'simliklarni himoya qilish vositalari qo'llanilgan bo'lsa, u holda tegishli o'g'it yoki o'simliklarni himoya qilish vositalar turlari belgilanadi. Agar siz A savolda ikkita yer maydonini ko'rsatgan bo'lsangiz, ikkinchi yer maydoni uchun ma'lumotlar 3, 4 va 5-bo'limlarda alohida to'ldiriladi. 6-bo'lim agar xo'jalikda qishloq xo'jaligi chorva mollari va parrandalar mavjud bo'lsa, ularning bosh sonini ko'rsating hamda ularni saqlash usullari to'g'risidagi ma'lumotlarni kiriting. Eslatma: agar xo'jalik asalarichilik bilan shug'ullansa, katak usulini belgilab, asalari oilalar sonini donada tegishli satrda ko'rsatish lozim. Oxirgi 7-bo'lim akvakulturaga bag'ishlangan. Agar xo'jalik baliqlarni ko'paytirish va boqish bilan shug'ullansa, ijobiy javobni belgilang va baliqlar boqilayotgan suv havzalari turini belgilang. So'rovnoma yakunlangandan so'ng kiritilgan ma'lumotlarni qaytadan ko'rish va tekshirish mumkin bo'lib, xatolik aniqlangan taqdirda to'g'rilash imkoniyati mavjuddir. Ro'yxatga olish sanasida, ya'ni 2026-yil 15-yanvar kunida yashab turgan manzilingizni xarita orqali belgilashingiz lozim. Siz taqdim qilgan ma'lumotlaringiz yakunlangandan so'ng, oxirida ma'lumotlarni muvaffaqiyatli to'ldirganlik haqida sertifikat ekranda namoyon bo'ladi. Tabriklaymiz! Siz aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etdingiz.